Antibiotiklari deyarli barchasi mushak orasiga ukol qilingan paytda og'rig'i kuchli bo'ladi. Meditsinada bioetikasida meditsinani bir gap bor. Nemuchiy, og'riq bilan bolani qiynama degan. Ya'ni bemorni aziyat chekishiga yo'l qo'yma degan. Agar Novokainni uradigan bo'lsangiz, bolangiz juda katta miya nevrologik jihatdan travma oladi. Uni og'rig'iga katta odam ham chiday olmaydi. Shuning uchun ukolni maksimal darajada shifokoringiz bilan maslahatlashib, iloji boricha asosan og'riqsiz bo'ladigan vaziyatini ta'minlash kerak. Kimnidir bolalari lidokainga nisbatan allergiyasi yoki qarshi ko'rsatmasi yoshi to'g'ri kelmay qolsa, unaqa holatlarda oldin Novokain bilan yuborib, shu joyini og'riqsizlantirib, biroz daqiqalar kutib, keyin ukolni jo'natgan ma'qul hisoblanadi. Shifoxonada ayovsiz umuman yuzi qotib ketgani uchun juda ko'pchilik hamshira yoki vrachlar bunaqa joylariga e'tibor bermay qiladi, bola 2 barobar travmatizm oladi. Shuning uchun maksimal darajada og'riqsiz bo'lishiga e'tibor qaratinglar. Yoki shifoxona sharoitidan tashqari vaziyatlar bo'lsa, sirop shaklini tochni aniq dozada bering. Ukolga hojat bo'lmaydi. Ukolni olib tezda tuzatib yuboraman degan ham xayollarga berilmang. Doktor Ishchanovning Telegramdagi rasmiy kanalining belgisi mana 8 qirrali moviy yulduzchasi bor. Mana ko'rdingizmi? Mana shu bizning kanal.